Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Bugun sizlarga juda ham bir yaxshi ajoyib xushxabarni yetkazmoqchiman. Men uchun eng zo'r ishlardan biri bugun amalga oshdi. Yaqinda bir O'zbekiston Respublikasining fuqarosi bilan gaplashgan edik va uning bir huquqiy tomonlama muammosi bor. Ya'ni krediti bor edi. Kredit bo'yicha qarzdorligi 250 million so'mdan oshib ketgan edi. Mana shu kishini rostdan ham to'lovga qobiliyatsizlik alomatlari u kishida kuzatilgan edi va u kishi bilan gaplashganimizda tegishli hujjatlarni bizga berdi va o'zimiz o'rganib chiqqanimizda rostdan ham O'zbekiston Respublikasining to'lovga qobiliyatsizlik to'g'risida qonunchiligidagi jismoniy shaxsda to'lovga qobiliyatsizligi ko'rsatadigan alomatlar bu kishidan mavjud edi. Bugun mana shu ish bo'yicha bizlar qilgan murojaatlarimiz va qilgan amaliy harakatlarimiz natijasini oldik va jismoniy shaxs 250 million krediti bor edi, undan ziyodroq miqdordagi krediti bilan bugun to'lovga qobiliyatsiz deb topildi. Ya'ni jismoniy shaxs o'zini bankrot deb e'lon qilindi sud tomonidan. Juda ko'pchilik menga aytgandi, Muzaffar, O'zbekistonda jismoniy shaxslarni to'lovga qobiliyatsiz deb toptira olmaysan. Bu narsa imkonsiz, sud bu narsani qilib bermaydi. Baribir bank tomonida bo'ladi sud degandi. Yo'q, hurmatli fuqarolar, sud qonun tomonida, sud adolat tomonida. Agar qonun siz tomonda bo'ladigan bo'lsa, demak sud albatta sizni foydangizga qaror chiqarib beradi qonunchiligimizdan kelib chiqqan holatda. Va biz mana shuni uddaladik. Bugun o'sha fuqaroning ishini hal qilib berdik va fuqaro 250 million so'mdan ziyod kredit bilan bankrot deb topildi. Ya'ni to'lovga qobiliyatsiz u fuqaro kredit bo'yicha. O'zbekistonda eng qizig'i top 5 talikda turadigan bank bilan kurashib, mana shu bank bilan kurashishimiz natijasida bankni mag'lub qilib chiqdik. Demak, sizlar ham agar kreditlaringiz bo'lsa, o'zi bankrot, to'lovga qobiliyatsiz deb toptirsalaringiz bo'larkan. Faqatgina buni o'zini talablari bor. To'lovga qobiliyatsizlik to'g'risida qonunchiligimiz bor. Mana shu qonunchilik talablariga mos keladigan bo'lsa, albatta buni ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Faqat buni o'zingiz qila olmaysiz. Bu ish juda murakkab, juda mushkul ish. Bu uchun albatta biror bir mutaxassisga murojaat qilishingiz kerak. Agar xohlasangiz, bizlar o'zimiz sizga yordam beramiz mana shu masala yuzasidan. Bu yerda Telegram manzillar qoldiraman. Bemalol Telegramdan o'tib menga yozib murojaat qilsalaringiz, kerakli ma'lumotlar tashlab bersalaringiz bo'ladi. O'tiramiz, gaplashamiz bir piyola choy ustida. Agar ko'rishish imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, o'rganib chiqamiz, ma'lumotlar to'playmiz va imkon bo'ladigan bo'lsa, aka, opa, hurmatli fuqaro, vatandosh, mana shunday masala ekan. Xudo xolasa qo'limizdan keladi, ishni bering deymiz. Agar qo'limizdan keladigan ish bo'lsa, olamiz va xudo xolasa siz xohlagandek natija qilib berishga harakat qilamiz. Lekin avvaldan kafolat bera olmaymiz. Bu va bizning xizmatlarimiz albatta pulli bo'ladi. Bepulga xizmat ko'rsatmaymiz. Endi bu narsani o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Mushuk ham tekinga oftobga chiqmaydi. Chunki bizlar o'qiganmiz mana shu uchun vaqtida qo'pol bo'lsa ham student paytimizda yarimta nonga, bitta roltinga zo'r bo'lgan kunlarimiz bo'lganda, o'z sababli xizmatlarimiz pulli. Endi bu narsani to'g'ri tushunasizlar. Lekin kredit bo'yicha agar qarzdorligingiz bo'ladigan bo'lsa, muddatdan oshib ketgan bo'lsa, qarzdorligingiz bazaviy hisoblash miqdorini 2 baravardan ziyod bo'ladigan bo'lsa, to'lovga qobiliyatsiz bo'ladigan bo'lsangiz, jismoniy shaxs bo'lasizmi, yuridik shaxs bo'lasizmi, to'lovga qobiliyatsiz deb toptirsa bo'ladi. Sud tartibida. O'zi bankrot deb e'lon qilsa bo'ladi sud tartibida. Faqat buni mutaxassisga uchrash kerak. Bizga Telegramdan murojaat qiling va video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta yaqinlaringizga, krediti bor bo'lgan barcha tanishlaringiz hammasiga yuborib qo'ying. Aytgancha manaqa 10, 20, 5 million, 3 million mikro qarzlar bor, u narsalar bo'yicha qilib bo'lmaydi. Qarzdorligingiz bazaviy hisoblash miqdorining 2 baravardan yuqori bo'lishi kerak.